Xo'sh, nasib bo'lsa Uston ko'chalarni yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Toyloq shaharchasiga nasib. Mana video mebellarni olib kelib o'rnatib berdik. Xonaga tushganga o'zlaring ko'rasizlar, xonamiz o'zi ham bir 8 metrga eniga 4 metr adashmasa, mana qaranglar turishini. Xonalik ekan ancha katta, remontlari zo'r. Hamma narsasi qilingan. Pardalar ilingan, aboylar qilingan, xudo xolasa mana bitta gilam kam, hamma narsasi nasib o'rnatib berib ketyapmiz. Mebellarga o'tamiz. Biz mana shu mebelni olib o'rnatib ketganmiz. Bo'ladi. Uzunasiga 240 bo'ladi shkafimiz, balandligi 215, 220, plus minus 2-3 sm bo'lishi mumkin. O'yinlarni qaranglar, o'yinlar mana neobeshni mana bunaqa burchak qilingan, fasonidan bor, o'yinlardan ham xohlasangiz tekissiz, xohlagan variantingiz ham bor. Kanalimiz bor, kanalimizga o'tib bemalol obuna bo'lib qo'yasizlar, like-chani bosib qo'yishni unutmanglar. Ana sizga shkaflardacha xohlagan rangingizdan, xohlagan tanlovingizdan bor. Bu taraf kiyim taxlashga bo'ladi, mana bu taraf ikkita kalta kiyimlarni ilishga bo'ladi, ya'ni ikki taraf desak ham bo'laveradi. Xo'sh, mexanizmini aytib o'tamiz, qaranglar. Mexanizmi chiqib ketmaydiganligidan mana roliki, bir xil kupeni chiqib ketadi, yo'q. Mana shunday qasda mexanizmidan oling mana. Chiqib ketmaydi nasib bo'lsa. Yonlari mana bunda qisqacha ruchka bo'ladi. Kip eshik yopilganda mana bu shum chiqarmasligi uchun oq mana bunaqa patcha ham qo'yiladi. Zilari plastmas po'qa bo'ladi. Ichlari 55 sm bo'ladi, xudo xolasa. Xo'sh, yana qayerni ko'rsatamiz sizga? Bu tarafini ko'rsataylik. Bu tarafi uzun kiyimlar uchun. Bu tarafda tepada polka, mana bu tarafda bor, mana bu tarafda yana polkamiz bor. Kiyim ilishga, kiyim taxlashga deymiz-ku, hamma narsasidan bor nasib bo'lsa. Xo'sh, endi mana bunaqa lenta jo'z hamma yoqda moda bilasizlar. O'zi birinchi mebelchilar chiqardi, keyin qolganlarga ham remontchi akalarimiz ham ishlatdi deb o'ylayman, yana ham adashayotgan bo'lsam uzr. Xo'p, spalnisi 2 ga 170 bo'ladi. Matras xohlayotganlarga mana matrasga 1 yildan 3 yilgacha garantiya beriladi. Hozir ko'tarasiz ekan. Xo'p, spalning oyoq uchida pufik bor, uni olib qo'ying oblochkasini. Xo'sh, oyoq uchida unaqasi bor, sandiqchasi deymiz-ku, o'zlaringga kerakli narsaga nasib bemalol ishlataverasizlar. Yana unda oyoqchalar bilan qo'yilgan. Xo'sh, ana bu uzun kiyov akalar bo'ladi-ku, aka menga sal kaltalik qiladi desa, mana oyog'ingiz mana ustiga ham o'tib bemalol yotaverasiz ekan. Xo'p, aka bitta o'shirasiz endi buni. Xo'p, men bunga sizlarga tombichkani ko'rsatib beraman, mana tombichkasi. Bo'ldimi? Ana qaranglar, mexanizmni bitta odam mana shunday holatda ko'taradi. Tagiga o'zlaringga kerakli narsalarni joylab qo'yib, yozda qishki kiyimlar, qishda yozgi kiyimlar, kerakli narsalar o'zingiz xohishingizga qarab ishlataverasiz. Mana bu mexanizmning o'zi ham bir 500 ming, 400 ming, 450 500 ming atrofida turadi, ko'ringlar. Yaxshisidan qo'yilgan. Aka, yopasiz endi. Ana ko'rasiz, yopib ko'rsatyaptilar. Hamma narsasi, mexanizmlari joy-joyida ishlayapti. Uyingizdan kelgan ustalardan mana shunaqani osalaringdan ko'rib qabul qilib olasizlar. Mana bu spalnisining bosh tomoni. Xo'sh, mana bunisi moyishni bo'ladi, ya'ni bemalol qolgan safarga ham yuvib osalaringdan bo'laveradi. Tomichkasi ikkita bo'ladi. Mana svetelniklarni to'g'risi mana yoqishga bizga hozircha sharoit yo'q. Mana bu o'zlari kabel bilan ulab olishadi. Tremosida tombichkasida mana shunaqa lampochkachalari bo'ladi. Eshiklarni ham ko'ringlar, eshiklarning mexanizmlari vakuumli, hamma narsa mexanizmi yaxshisidan ishlatilgan, puliga yarasha. Ana sizga. Xo'p, tombichkasi ikkita bo'ladi har doimgidek. Spalnisini menimcha aytib o'tgan, yonlari yerga tegib turganini olinglar, akalar. Yonlari yerga tegib tursa, bu endi sandiqcha qilib ishlasangiz ham bo'ladi, ham mustahkam bo'ladi. Mana sizga. Ana endi tremosga o'tamiz. Tremosa ikkita eshikcha, ikkita tortmacha bo'ladi mana sizga turishi. Eshikchalarning ishlarini ko'rsatamiz, mana ichlari. Hammasi aytganimizdek vakuumlikdan bo'ladi. Pufikchak kelinimiz uchun. Bunisi ham o'zi boshqachasidan kelgan. O'zi aslida mana o'zining materialidan bo'lardi, usti machalka qilinardi. Mana bu kelinimizning zakazini bunaqasini zakaz qilishibdi. Xo'sh, mana bu tortmachalarning ichi, tortmachalarni ham mana vakuumli qilganmiz, ya'ni o'zi tortib ketadiganligidan. Oynalari bu ham akalar, sveti bor, yonadi bu ham, mana orqa tarafda kabel-pabelar, hamma narsasi bor. Bu aytganimizdek, o'zlaring bemalol ulab olaverasizlar. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Ishlab chiqarish sex, birinchi qo'l, o'zlaring telefon qilib, gaplashib olaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustunovka mutlaqo bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Baribir sal kilometrlari bor, o'shaning hisob-kitobini olib qo'yasizlar. Zakaz kerak bo'lsa, qaranglar, Telegram gruppamiz bor, YouTube bor, Instagram bor. Hammasiga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xohlasangiz bundan, ranglardan tanlov bor, mebelda yana qolgan turlari bor. Oshxona mebel deysizmi, yotoqxona mebel deysizmi, servantlar, sandiqlar deysizmi, hammasidan bor. Faqat bizda bitta stol-stullar yo'q, stol-stullarni xudo xolasa yo'lga qo'yish planida biz. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, nomerlar qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar.